bilan kelin poshsha janjal qilib ketibdi. Qaynotasini kuyov to'ra saxir qilib ketibdi. Asta qaynonasiga qutlug' bo'lsin ajrimlar. Kuyov to'ra duxi sinib ko'zi ko'karib ketibdi. Odatda to'ylarda shirin kunlarni eslab love story qo'yiladi. Bizda shirin kunlar yo'q, shuning uchun turmush storyni qo'yberamiz. Yer sani olingni jonlaringga tegib ketdi. Oh bella ciao 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 una mattina mi sono stato Il n'est pas fou, il y croit c'est tout, il la voit partout. Ana qarang, romantik joylari ham bor ekan. Mayli, yaxshilikka. Opa qimirlayapti-ku bu. Menimcha tirik odamni ko'mib qo'ydik-ku. Bo'pti, ochinglar. Endi befayz oqshomimizni yana befayz qilish maqsadida davraga jozibali alkashlar raqs ansambrini taklif qilamiz. Endi esa kuyovimizdan kelinimizga ikki og'iz qo'shiqlari bor ekan. Marhamat. Ey ko'zlari shamchiroq, ey so'zlari qo'ng'iroq. Ey ko'zlari shamchiroq, ey so'zlari qo'ng'iroq. Bamisoli alvasti, kel bugun ajrashamiz. Bamisoli alvasti, kel bugun ajrashamiz. Shoshil fursat o'tmasdan, kun oxirga yetmasdan, zaks yopilib qolmasdan, kel bugun ajrashamiz. Ajrim to'yimiz davom etadi. Navbat gul otish marosimiga. Shu gulli shavoga odam mendan keyin ajrashsin. Jinnimi bular? Ajrashni kim xohlaydi? Shuni 1, 2, 3. Olaman. Endi esa dunyodagi eng badbaxt tilaklarni bildirishlari uchun so'zlarni onalariga beramiz. Voy o'rgilanglar, shu kunlarni hech kun uxlamasdan kutdim. Yetdimi xudoga shukr. O'zi uyimga kelgandan beri bu baxtaq oyog'i yoqmagandi-da. Kuyovim mashinani tez haydaydi-ku. Ilohim kamas-pamazda tegiga kirib ketsin. Oyoqlari sinib yotib qolsin. Mana shunday go'zal qizimni bilmadimi? Dunyodagi eng xunuk qiz uchrasin. To'y kunimizda ham osh pishiramiz. Aza kunimizda ham osh pishiramiz. Mana bugun ikkita norasida yetim bo'lib qolib ketayotgani uchun osh pishiramiz. Dasturxonga marhamat. bunaqa kunda tomoqdan osh o'tadimi? Yig'ishtir oshingni. Tuz sal past bo'lib qopti. Mana endi kelin-kuyovlarimizni yolg'iz va dabdala hayotlariga yor-yor sadolar ostida kuzatib qo'yamiz. Bo'ldi, stop. Men o'ylab ko'rdim. Men ajrashish holim aytgan ekanman. Men ham ajrashish xohlamayapman. Mana men xohlayapman-da. Talaba bo'lsang nimalar bo'ladi? Zo'r tomoni hozircha sovchilarga eshiginglar yopiladi. Mabodo kontrakt to'lolmasangiz sovchilarni qabul qilamiz. Hozircha pul ko'p, har kuni aylanishga borasizlar. 1 oydan keyin esa, "Oy, kontraktim pulini ishlatib qo'ydim, pul tashing." Zato yangi do'stlar orttirasan. Bolalarimni bilmay yurmadim, bir yanıma kelib uy topib beraman dedi. Yana uyinda pishgan bor ekan. To'g'ri, lekin bitta ham gapiga tushunmaysan. Uyingda noz qilib yemagan narsalaringni bu yerda mazza qilib yeysan. Annaga smetanani mog'orlagan murabboga botirasiz zo'r ketarkan. Kvartira bu onangni uyi emas. E'tiborsiz bo'lsang narsasiz, telefonga chalg'isang ovqatsiz. Uxlab qolsang ko'rpasiz qolib ketishing mumkin.
Boshida 2 oy bor e'tiboring o'qishda bo'ladi. Keyin bittasi ayu beradi, shu bilan o'qishi dabdalasi chiqadi. Kursdoshlaring ham уже hammasi parachka bo'lgan. Bu yog'iga rejim ham buziladi, chunki endi yoningda o'zingga o'xshagan 5 ta bekorchi bor. Kechqurun uxlamaganing uchun dars paytida uyqung keladi. Nechiksan jonimsan, men seni shevingni o'rgandim. Endi hazatib gaplashamiz. Nima deyapsan? Tushuntirib gapir. Вообще tushunmayapman gapingni. 2-kursdan anu bola yo'q bo'lib qoladi. 3-kursdan уже ish topishga harakat qilasiz. Anaqa ishga olmaysizlarmi? 4-kursdan esa o'z imkoniyatingni tushunib yetasan. Lekin baribir ham talabalik bu oltin davr deb sizlarni aldashgan. Bak. Kuyov ismi nima edi? Oy, xafa bo'lib yig'layvermay, urushga ketmayapman-ku. Xursandligimdan yig'laman bolam, xursandligimdan. Yana 2 uyda o'tirganingda kimnikiga tashlab kelardi. Iltimos qizimni olinglar deb. Ko'rinish qanaqa edi? Bugundan boshlab sizlarni qonuniy er-xotin deb e'lon qilaman. Va nihoyat mana qiziqib ketyapman. Vashya qizuv emas, oldi eski qarzlarni bersa, qarz ishlasi bermalaring. Nima bo'pti? Hozirgina er-xotin bo'ldik. Ha, zo'r. Endi nima qilamiz? To'yxonaga boriladimi? Qarang, to'y hayotimizdagi eng muhim kun deb ichlari oppo chiroyli mers gaplashdim. Bu yoshda matiz gaplashsangiz ham qiziqmas edim. Hozir to'yda men aytmoqman, chiqib boraman. Da, o'zimni to'yim. Ketdi. Muska alishtirsa sho'qi вообще yo'qmayapti. Mana zo'r mana qaraganda sho'qinga nima bor? Dugonalarni ko'rib endi Zeboxon. Mana o'tirishibdi. Onasi bilan kelganda uning ustiga hammasi kasal o'ynolmaydi bular. Ha, oyiz dugonalarni o'ylanma. To'y. Zeboxon, kolechasmi yoki shampan? Men oldin dorimni ichib olay. Qarang, tabrikka chiqishda to'yimizga esda qolarli bo'pti. Nimaga esingda qolmaydi? Yuklarni tushirib klientga berib yubordim. Bo'ldimi, tugadimi, to'y ketdingmi? Yo'q, hal qildim. Bel og'rig'im tutdi meni. Dorilar qutqaradi seni. Aylanmalar insonlar ko'rib boshim aylanib ketyapti. Mana endi tort kesish marosimi, marhamat. Bu kunlarni qancha kutganman. Nimani kutasan, klient chiqqan bo'lsa berib yubormaysanmi? Hozir boraman kassan olgani. Nima qotuvdi? Kelin salom qilish kerakmi? Vaqtingizni? Men to'yletga chiqib kelmasam bo'lmaydi, ketdim. Hozir kelaman, o'tiraveringlar. Allo, Zeboxon, qachon kelasiz? To'y ham tugab bo'ldi. Hozir tovarni tushirib boraman, kutib turing. Tezlashlaring tanlagan ketishim kerak. Zebo, tur. Ko'chada nima shuqi? Voy, o'qishga javob chiqibdi. Nima bo'ldi? Ertalab bitimini javobi chiqdi, abitlarga deyapman. Baqir-chaqirmalaring naryoqda ta'ziya bo'lyapti. Nima bo'ldi? Kechara ertalabgacha o'qish javobini kutdi. 1 soat o'tib o'zini o'zi osib qo'yibdi. Mana buni hojatxonaga qo'yib qo'y, bo'lmaganda yo'q qolib. Shuncha qog'ozni kim ishlatib qo'ygan ekan-a? Qo'shni kiyimsiz qolib ketdi. Kimda kiyim bor? Sizlarga nima bo'ldi endi? Ana o'g'limiz mega super kontraktga o'qishga kirdi, shunga sal qiynalib qoldik. Salmaso. Ana 4 ta aklishimiz qolgan. 50 mingdan berib yuboramiz. Voy, ana qo'shnining ham bolasi o'qishga kiribdi. 45 ming deyish kerakmi? Qayerga kirdilar? Tuga? Nima u? To'xtafalar universiteti. Kim bo'lib chiqadi bitirsa? To'xtadi. Stop. Birinchidan hali o'qishga topshirishga imkon bor. Ikkinchidan kelajaging uchun foydali bo'lgan joyga topshirishing kerak. Yuringlar men bilan. Mana Perfect universiteti shahar markazida zamonaviy 1,5 ming kishilik yotoqxonasi bor. Kafolatlangan eng arzon kontrakt 8 million so'mdan boshlanadi, tushundinglarmi? Har bir talabani ishga joylashtirish uchun 75 ta kompaniya bilan hamkorlik o'rnatishgan. Eng kerakli yo'nalishlar bo'yicha o'qitishadi: marketing, iqtisodiyot, moliya va bank ishi, psixologiya, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim, ingliz tili, rus tili, filologiyasi, xullas eng ideal variant. Men topshiraman. Ozgina qoldi. 2 cha. Nima bo'lyapti? O'g'lim, tirik bo'lganingda sen ham o'qishga topshirarding. Sen o'zing yozmaganmiding? Men o'zim bo'lmagiga yozdim. Ana bu maga haq ketgani ma'lum bo'ldi. Ana ikkitagina akfa qoluvdi. 40 mingdan qilib beramiz, olmaysizlar? Yo'q. Mayli, boshlaymiz. Qani bir televizor ko'raylik-chi, nima bo'lyapti ekan? Choy bilan qaynonasini zaharlagan gunohkor kelin. Ayjan, choy. Bor yo'qoling. Nima, choy bilan zaharlamoqchimidingiz, ha? Oyjon, hamma kelin bir xil emas-ku, kino bo'lsa. Kino ham hayotda olinadi. Bar sari qiri. Yo'qal. Boshqa kanalga qo'yaychi. Qaynona va kelinni siq-sovuq qilgan haromxo'r qo'shni. Voy, iflos qo'shni. Kelin, to'xtang. Endi kelin, menda ham ayb yo'q. Hamma ham ana qo'shnida nimadir qilgan ekanda. Endi
xafa bo'lmas, kinolar ko'rmasdan bo'lib qolganlar. Mayli, oy biza ketdik. Bo'pti, boringlar, quyonchalar. Yangiz boshlabdi-yu, qani? Onasidan xotinini ustun ko'rgan noma'qul o'g'il. Ha, xotin quli, baqaka. Sevishmay o'laring. Sen ishingni yo'qot. Siz oshxonani tilingiz bilan yalab chiqasiz, boshida turaman. Bolangiz tez. Ha, oshxonani tozalab bo'lib qoldim. Ho, mana zo'r bo'lyapti ekanda. Onasiga telefonda qaynonasini yomonlagan iflos kelin. Keling, kim bilan gaplashyapsiz? Oyim bilan. Oyim bilan? Voy, oyingiz bilan meni yomonlayapsiz. Men beting qo'sin seni. Ana endi ham haydayman. Qaytib kelma. Kinolar o'zi hayotdan olinadi degani shu. Ol yig'tirib ol xotiringni. Qizimizni berishga beramiz-ku, lekin qizimiz yoshligidan Angliyada katta bo'lgan. Milliy urf-odatlarimizni bilmaydi. Muammo emas, o'zimiz o'rgatib olamiz. Keyin shahringlar bir ko'raylik. Mana manda keling. Buni uradi. Anaqasi yaxshi kiyadinglar, charchamayapsiz. Sog'lig'ingiz joyidami? Qani bir kelin salom qilsin-chi. Salom, ismim Zebo, tanishganimda mamnunman. Zebo ismim. Assalomu alaykum. Bo'ldi, rahmat, maza qildik. Ketdik, yuringlar iltimos, beparasat. Keling. Oldik. O'tirib bir lazerdan oshiqlarmikansiz, nima deb o'ylaysiz? Xo'p, bo'ladi. Oyi, guruch qanaqa bo'lardi? Kelin, eringiz qani? Umidman kino ko'ryapti. Bugun siz ishdan qaytasiz nechida begimot? Nima? Voy, uzr begim deb yozilgan ekan, o'zbek tilidan noto'g'ri lug'at ketdi. Sani issig'im yangi beryapti, ha? Ha, bu jazirama bizni ayovsiz kaltaklayapti. Bu jazirama bizni kaltaklab uryapti orkamizdan. Bo'pti, men ketdim, yaxshi o'tir. Erni kuzatish uslublari shunchaki qo'l siltang. Yaxshi borib kel, Umid. Xudojon, na bir muomalani biladi, na bir ko'ngil olishni biladi. Ingliz tilidan boshqa hech narsani bilmaysan. Sabr qilish, hozir chiqishadi. Kelib bo'ldingizmi? Bye dear, see you. Challari bo'ptimi? Ha, ingliz tilidan kurs ochdik. Xotiningdan boshqa taraflar foydalanib bo'lmas ekan. Bolalaring katta bo'lgandan keyin nimalar bo'ladi? Bularni endi telefon bilan aldab bo'lmaydi. Lekin ming dardga davo har bir bolaning hayotida o'z o'rniga ega bo'lgan remень bor. Oldin bolalaringni hamma o'pib yallab tashagan bo'lsa, hozir ulardan hamma bezor. Bolangni yo'qot. Jonimga tegdi bezorlik, oling nega yo'qoting bolani ye. Oldin mendan faqat sut bilan so'zku so'ragan bolalarim hozir faqat pul so'raydigan bo'lib ketgan. Bolalaring uchun yosh bola ham bo'lasan, bula bo'lsa. Detki bo'lma. Alochiz yordammi bu oyim o'zlarini g'alati tutyaptilar. Ko'zini qarasang o'xsharkan xunuk. Yaxshiyamki ancha katta bo'lib qoldinglar. Bittanglarni maktabga, ikkitanglarni pachimuchkaga beramiz, a? Ha, vohima qilma, vaqt bor hali. To'g'riga ham bitta maktabga beraveramiz, yo'lni ko'rsatib yuboramiz, o'zi dumalab keladi. Yo'q, men bularni qayerga berishni o'zim bilaman. Yuringlar men bilan. Algoritmus bu yoqda ham maktab, ham pachimuchka bor. 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun logopediya bor. To'g'ri va ariq gapirishni o'rganishligi uchun как раз uchun bo'tudi. Matematika bor, mantiqiy fikrlashligini rivojlantirish uchun. Bundan tashqari boshqa ko'plab rivojlantiruvchi darslar bor. Har bitta bolaga alohida yondashishadi. Robototexnika darsi bor, texnologiyaga bo'lgan qiziqishligini uyg'otish uchun. Shotga kattasini maktabga joylashtirsak ham bo'ladi. Dars jadvalligi ham, manzilligi ham qulay. Foyda mahalla qalay. Вообще zo'r. Sendan chotga onachar. O'sh uchun bolalarni har kuni o'zing olib kelib, o'zing olib ketishing kerak. Men bo'lsa ketdim. Erkaklar mas'uliyatdan qochishga juda usta-ey. Paq.